Bu yoq tarafimizda 224-maktab joylashgan bo'ladi. Bu yoq tarafimizda Sog'don Doka Xleb yonginasida 3 sotuvli xonadonimizni sotuvga chiqqan. 15,5 ga 19 fasadli xonadonimizni sizlarga 160 ming dollarga baholaymiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Ko'cha tarafidan sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yoqqa 2 ta 3 ta mashina bemalol sig'adi. Fasadlari katta, selli podvali bilan ega. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan to'liq ko'rsatib beramiz. Uyimizni sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda katta holimiz joylashgan. Bu yoq tarafimizda detskiy spalnimiz joylashgan bo'ladi. O'zingizlar remontlarga bitta baho beringlar. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Yonginasida yana bitta xonamiz joylashgan bo'ladi. Bu yoq tarafimizdan orqa hovliga chiqib ketadigan joyimiz bo'lsa, bu yog'imizda zal bo'ladi. Zalimizdan remont korobka holatida qolgan, to'liq bitmagan. Qolgan xonalarimizdan remonti cho'tki holatida turibdi. Bu yoq tarafimizda detskiy spalnimiz joylashgan bo'ladi. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. O'zini shkaf mebellari qilib qo'yilgan. Ko'chaga qaragan oynalari bor. Yonginasida yana bitta spalni, взрослый spalni kattagina qo'yilgan. O'zini bu yoqda sanuzel qismi, kladovочный variantda foydalanadigan xonalari bor. O'zingizlar baho beringlar. Sizlarga endi orqa tarafimizdan to'liq ko'rsatib beramiz. Orqa tarafdan sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsak, bu yoq tarafimizda oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Bu yog'ida kladovka, sanuzel qismi joylashgan bo'ladi. Binoyimizning tegi to'liq podval qilingan, 100% podvali bor. Zelonni zonamizdan o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Keng, shinam, faizli xonadonimizni sizlarga 160 ming dollarga baholaymiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.